أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى القول في الإحرام عند إحرام bağlaş münasebetlik meselelerini bahs kılmakçı. واتفق جمهور العلماء على أن الغسل للإهلال سنة. Köpçülük alimler ihram bağlaşqa, talbiyat olğan çağda ihram bağlaymış. İhram bağlap namaz o'qib talbiyat oladigan bo'lgan ekan, ihrom bog'lash bilan talbiyat olash ikkisi kirishib ketadi. Aslida ihlal degan labbayk deb ulug' to'lashdan iborat. Ihlal. Talbiyat olash deymiz. Asli ma'nosi zuhur, buni iniq chiqish, oshkorlanish deyman. Shuna hilal deymiz. Osmondagi hilalni, hilal oyg'og'i, o'g'oqdek ayni hilal deymiz. Nima uchun bu bunda ko'rinib bizga oshkor bo'lgan. Istahalla sabiy deymiz. Bu vaqt tug'ilib bir vaqirab yig'laydi-ku. Shu chaqda to'lig'ini, yig'lig'ini istihlal deymiz. Agar istihlal qilmasa, birini silib istihlal qildiradi. Bola sog'lommi, sog'lamamas bu. Yig'lamasa bola, doktor kassiq birini silib yig'latadi. Shu ovozni istihlal deymiz. Bir vaqirganlikni. So'ng ihlal degan so'z asli labbayk deb to'lashdan iborat. Ba'zi ihrom bog'lash deb nuqlatida amaliyotda bu asli lug'at ma'nosi to'lashdan iborat. Demak, mishada to'lash bu til bilan bo'lgan narsa. Labbayka bi haj ya labbayka bi umra deb to'lash uchun juynosh bu sunnat deb qaraydi ko'pchilik olim. Va annahu min af'al muhrim ay juynoshning o'zimi ihrom bog'laydigan kishining qiladigan faoliyatlarining jumlasidan. Hatta qala Ibn Nawwar mushu Maliki mazhabdagi olimlarning usul bo'lishi mumkin. Inna hadha al-ghusla lil-ihlal 'inda Malik awkad min ghusl al-jum'a. İmam Malikning nazarida mushu labbayka deb to'lashqa yoki ihrom bog'lagan chaqda to'lashdan ilgari juynosh juma kuni juynoshdan bakrak ta'kidlak deb qarabdi. Demak, buni bir ittifoq bo'lganlikdan. Endi jumaga juynoshni mustahab deb qaraydi. Tamam? Demak, ma'lumda mustahab qurus sunnat darajalik, sunnat muakkad deb joyga beribdi. Jumaga qilishni jumhur mustahab deb qaraydi. Mustahab ana bildim. 12 xil juynish mustahab ana bilmadim. Va qala ahli zohir, an zohirida vojib deb qarabdi. Bular juma juynishdimi vojib deb qaragan. Ma'nodimi vojib deb qarabdi. Va qala Abu Hanifa va Thawri yujzi'u minhu al-wudu. Abu Hanifa, Thawri va jumhurlarda namoz qilganda kichik asmi mayl bo'ldi. Lekin juynish sunnat. Ammo juyinmay kichik asmi labbayka deb to'lash bo'laverdi deb. Endi bu vojib deb qaragan zohirning asosi nima? Mursalu Malikin min hadis Asma bint Umays radhiyallohu anha annaha waladat Muhammad ibn Abi Bakr bil Bayda. Muhammad ibn Abi Bakrni Bayda degan joyda tug'gan edi. Bayda degan Zulhulayfaninki bir yoqsi. Fazaka zalika Abu Bakr li Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam. Demak, Abu Bakrning ayoli ekan bu. Muhammad degan o'g'lini tuqqan chaqda Hazrat Abu Bakr Rasulullohga ayoli mengide deb xabar qildi. Faqala murha faltaghtasil thumma lituhilla. Bu ayolini buyurgan juynob andan labbayk to'lsin debdi. Wal amru indahum alal wujub. Demak, o'sha buyruq hamda. Faltaghtasil degan o'sha buyruq. Buyruq olgan ekan, bu vojiblikni bildirdi deb qarabdi zohiriylar. Endi ko'pchilik olimlar annal aslu va bara'atu zimma hatta yathbuta al-wujub. Asli qoida nima? Insonning gardiniga bir narsa vojib bo'lmaslar. Asli yo'q-ku. Alloh taolo bir narsa vojib qilsa, undan u unda bir isbot kelsa, undan bir narsa vojib bo'libdi deymiz. Bo'lmasa, aslida vojib bo'lmas. Asli oppoq bir narsa yozilmagan. Hatta yathbuta al-wujub bi amrin la madfa fihi. Yani la madfa fihi degan uni rad qilolmaydigan, aniq isbotlangan bir narsa bilan vojib bo'lsa, undan keyin vojib deymiz. Hozir unda darajadagi narsa yo'q demakchi. Ya'ni bu hadisda u darajada emas. Mustahabni bildirishi mumkin bu. Degandan lamat ta'fiyligini vujudga dalolat qilmaydigan boshqa narsa yo'q demoqchimi? Vojibni isbotlaydigan, biz uni rad qilolmaydigan keskin bir narsa kelsa, to'g'ri dalil kelsa, kuchli dalil kelsa, u chaqda vojib deymiz. Ammo hozir siz akagan bu dalil u darajadagi emas. Biz uni boshqa tushunib, matarafga qaytarib o'taymiz demakchi.
وكان عبد الله بن عمر يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية يوم عرفة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إحرام bağlagan çağda mı jündüken? İhram bağlaştın ilgire. İhramı üçün jündüken. Mekke kiriş üçün bir jündüken. Erpat gün düştünken. Erpat tağıda turduğu. Şu Erpat turuşkumu jündüken. Bunda qilaken. Demak, mushuma Makka kirish, Arafat turishimi mustahab deb qarasak, bu bir qatorda kelgan ekan, balki mustahablikni bildirishi mumkin degandi balki ma'o jumhurlar. Va Malikun yara hadhihi al-ightisalat ath-thalatha min af'al al-muhrim. İmam Malik ham mushu 3 xil juyinishni ihrom bog'lagan kishiga xos deb qarabdi. Ya'ni ihrom bog'lagan kishi ihrom bog'lashdan ilgari Makka ga kelgan chaqda Arafat tuğan çağda juynudu. Yani şunda juynuş sünnet deb qarabdi. Vattafaqu ala anna al-ihrama la yakunu illa bi niyya. İhram bağlashning niyat bilan bo'lganligi ittifoq. Innamal a'malu bin niyat. Niyat olmasa bo'lmaydi, ama vaqtalafu hal tuzzi'u an-niyyatu fihi min ghayri at-talbiya. Endi niyat degan mahalluhu al-qalb deymiz. Ama mahalluhu al-qalb bo'lgankan ig'zoki sen tiling bilan bir narsa demasanmi, niyatingni ifodalamasanmi, shu qalbingdagi niyat shu kifoya qilamdi, qilmamdi. Bunda talashlar bor. Masalan, namoz o'qigan chog'da biz qalbingdagi shu niyat kifoya dedik. Ig'zoki niyat qilmasang bo'ldi. Yani bu mazhabda qilsang taq yaxshi, qilish shart emas. Qilsang taq yaxshi. Yani taqimo diqqatingni markazlashtirib, niyatingni ravsdan qila olaysan. Ig'zolan niyat qilsang, diqqatingni jig'alaysan deb ig'zolan niyat qilish mustahab deb qaraydi. Lekin boshqalar bid'at unda ig'zoki niyat qilish yo'q namozda deb qaraydi. Niyat shart, niyat olmaydi degandan balki ashunda tushunib qolgan gap. Ya'ni ig'zolan qilmasa olmaydi deganni tushunib, anda degan bo'lsin. Amaliyotda niyat mahalluhul qalb. Endi ig'zolan niyat qilish kerak degan bo'lsa, biz ig'zolan niyat qilmasa, ajda ig'zolan niyat qilish kerakmi, kerak emasmi? Ma'lum masala. Namozda ig'zolan qilish shart emas. Dilida hozir men peshimni o'tirganini o'qimoqchi deb niyat bilan nima qilsa, ig'zolan demasmi, niyat qildim, o'tiraman deb peshimni o'tirgan farzini deb unda uzun niyat qilish shart emas. Endi bu yerda hajda qanday qilish kerak endi? Ig'zolan niyatni ifodalash kerakmi yoki ko'ngildan niyat qilib atnib manivas bo'lamdi? Faqala Malik va Shafi'i, endi Imom Malik bilan Shafi'i, Imom Ahmad mubillikan tuzin niyya min g'ayri talbiya. Ig'zoki talbiya bo'lmasmi, qalbidan niyat qilsa kifoya debdi. Albatta bu ig'zolan qilsa shu sunnat deydi. Lekin masalan birsi ig'zoki qilmay niyatidan bundan atnib lam chiqdi, safar qildi, hajga beribdi. Mayli lekin. وقال أبو حنيفة التلبية في الحج كالتكبيرة في الإحرام بالصلاة. هجدا تلبية ولاشتغان خد نمازغا الله أكبر دب شروع قيغان شغدا تكبيرة التحريم قيغان بلا أخشاش باشلاش نقطة سما إلا أنه يجزي عنده كل لفظ يقوم مقام التلبية كما يجزي عنده في افتتاح صلاة كل لفظ يقوم مقام التكبير وهو كل ما يدل على التعظيم. خد نماز دا الله أكبر ديشن شرطماس Allah ecel mesela, Allahu Kebir, Allahul Azim mesela. Degandek Allah'ın ulug'laydan har qanday so'zilan namozni boshlasan jaiz degan tabi. Shunga o'xshash hajdimi ig'zoki unda deyish shart, ya'ni boshlanish nuqtasi. Lekin labbayga shu ma'lum bir sig'i deyishing shart emas. Shu mazmun ifodalaydigan gapni qilsang bo'ldi debdi. İmam Abu Hanifa bu yer demoqchi bo'lgani ko'ngilda niyat qilish bilan ham bog'lagan bo'lmaydi deb. Ma ikkilarning farqi. Ya uningga ig'zoki talbiya to'lash qetilish kerak qalbdagi niyatga. Yoki qurbonlikni haydab mansang, erenga atgan qurbonlik qo'yga hadiya. Shuni haydab mansang, bu mandan seninki qalbingdagi niyatingning bir alomati hisobida bu chaqda mayli. Ammo ya qurbonlik aydimay, yoki ig'zoki talbiya to'lmay, dilimdan niyat qilgan mansang bu ihrom hisob bo'lmaydi. Hem de Resulullah'ın şerkisi o. Resulullah'ın labbayke bi hac mesela. Labbayke bi umre de ancak ig'zoki niyat qilgan. Müslümanlığın şundan niyat qilgan. Ama davanken bunu eğer namazda başka faaliyetlerde Resulullah'ın qilgan ishlari valillahi alanat hajjul bayt mesela. Bu şunun bir bayanı olab qalsa, bu mu xuddi şunun bir şartidek bo'lishi mumkin. Rasulullah hajni qanday qilishni o'rgatdi-ku. Resulullah'ın şerkini qarsak, Rasulullah o'rgatgan bu ishga erishimiz kerak desak, Abu Hanifaninki kuchli chiqadi. Rasulullah qanday qilgan? Labbayke deb qanday qilgan? Sahobalar shunday qilgan. Nonga hajning qoidasi mush ekan. Bunda qilish kerak degan mazmun. Wattafaqal ulama ala anna lafza talbiyati Rasulullah sallallohu alayhi va sallam olimlarda
ittifoqlashibdi. Rasulullahninki labbayk deb to'lash lafzi qandati? Labbayk Allohumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Rasululloh bunda deb to'lgan. Masalan, tashahhud o'qishda yo duo qunut o'qishda ixtilof bor. Rasululloh manda o'qanmi, may lafzlarni manda ixtilof yo'q ekan. Alhamdulillah. Hammalar Rasululloh mujnat labbayk deb to'lgan deb qaraydi ekan. Labbayk degan ilqma uyg'urcha lavay deymiz-ku. Cho'nglar ishlatdi lavay. Ya'ni xizmatingga tayyor degan bu. Lavay, labbayk degan. Sen xizmatingga tayyorman, farmonbardarman degandek. O'rindashqaman tayyor degan bu. Labbayka ey Alloh labbayk. Xizmatlarga tayyorman. Ey Alloh, xizmatingga tayyorman. Labbayka la sharika laka labbayk. Xizmatingga tayyorman. Sening shirking yo'qdir. Xizmatingga tayyorman. Demak, bu xizmatingga tayyorman deganni nashqatdan takrorlashmayman. Tushunami? Hamd va ne'matning hammasi sen uchundir dedi. Mulk men sening qo'lingda. La sharika lak. Sening shirking yo'qdir. Va hiya min riwayat Malik an Nafi'an an ibn Umar radhiyallohu anhu an an-nabiy sallallohu alayhi vasallam. Bu sanad jihatdan eng sahih silsila bilan kelgan hadis edi. Eng to'g'ri hadislar qatoridan. Chunki Malik an Nafi' an ibn Umar degan mush silsila zahabiyya dedi hadis olimlar. Va huwa asahhu sanadan, sanad jihatdan eng to'g'ri hisoblanadi. واختلفوا في هل هي واجبة بهذا اللفظ أم لا. يعني لبيك تولغان عاجي مشندا لبيك تولش كرك مو ياكي باشقشرك سال أخشمايد غراق مش مزمون إفعال يدغان باشقشرك لفظ بلان تولسون بولام دو ديگنده اختلاف باشتي. فقال أهل الظاهر هي واجبة بهذا اللفظ. ظاهري لا مش لفظ بلان تولش كرك واجب. ولا خلاف عند الجمهور في استحباب هذا اللفظ. كمشيك عالم لا البته مش لفظ بلان قرش مستحب سنة. Rasululloh shunda to'lgan ekan, sunnat bo'ldi, mustahab bo'ldi. Lekin boshqacharak iboralar nima qilsa mayli deydi. Endi bu talash qilgan jumhurning ixtilofu fi ziyada alayhi aw fi tabdili. Buni sal ortiqroq yoki boshqacharoq almashtirib desa qanday bo'ladi deganda, uni hukmida ixtiloflashdi. Yo'q, ma'masilni ayat tutibdi. Mushraflar mustahab. An buni o'zgartirib buni makruhlamdi ya joizmi? Buningda jumhursal ixtiloflashadi. Va awjaba ahlul zohir raf'a as-sawt bit-talbiya. Endi ahlul zohir talbiya degan labbayk deyish, nima? Buni ulluk deyishni vojib deb qarab. Rasululloh ulluk degan, ulluk deyish vojib. Rasululloh qiygan shaklda qilish vojib deb turibdi. Va u mustahabbun indal jumhur, lekin ulluk to'lash jumhurning qarashida mustahabdir. Buning dalili ma rawahu Malikun anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qol atani Jibril fa amarani an amura ashabi wa man ma'i an yarfa'u aswatahum bit-talbiyati wa bil-ihlal. Yani Jibril alayhisolamning qishimi kelib, sahabilarimni va men bilan billa mangan hammaylarni ovozlarini labbayka deb va ulluk to'lab yuqori ko'tarishga buyurishimni topiladi debdi. Demak, bu yerda yarfa'u aswatahum bit-talbiyat va bil-ihlal. Ihlal deganma ulluk to'lash. Yani yarfa'u aswatahum bilan o'xshashga. Va ajma ahlul ilmi ala anna talbiyat al-mar'a ilm ahli hammasi birdek ittifoq keldiki, ayol kishi talbiya to'lgan chaqda bu ulluk to'lamdi, qanday qiladi? Erlar o'xshashmi? Fima hakahu Abu Umar huwa an tusmi'a nafsaha bil qawl. Bu ijmoni Abu Umar ibn Abdul Bar hikoya. Ijmoa debdi. Mushu masal ijmoa degan kishiga Abu Umar. Ba'zi Ibn Munzir deydi masalan. Ba'zi Imom Navoiy deydi. Ijmoa deb baqqan olimning birisi Abu Umar ekan. Ibn Abdul Bar sohibi al-Istizkar. O'zingizga anglatqidak darajada labbayk labbayk Allohumma labbayk. O'zi angladik darajada labbayk deb to'laydi debdi. Bu yerda ijmo qildi degani ayol kishi o'zi angladik darajada labbayk deb to'laydi. Boshqa atrofdagilar, boshqa odamlar anglaydigan darajada ulluk vaqirmaydi. Nima uchun? Ayol kishining ovozidan ba'zan er kishi anglab qolsa, diqqatini tortadigan, jazb qiladigan ahvol bor. Er kishining ovozi chiroyli anglandi, shunami? Qaniki ayol chiroyli ovozi bor ekan, ayol qandaraqdi deb qarab qoldigan, burilib qaraydigan ish bo'ldi-ku. Ya kimdo bu deb qaraydigan ish bo'lgan ekan, shunda ahvol bo'lmasa, boshqa sabab bo'lmasin deb ayol kishiningki ovozini ba'zida ovoz chiqarish munosib ko'rilmagan. Xuddi namozdimi bir savallik o'tkazib qolsa imom erlar subhanalloh desa ayollar chavakchil. Innama tasfiqu lin-nisa. Namozda imom savallik o'tkazsa erlar subhanalloh desa ayollar bu savallikni uqtirish uchun qanday qildi? Chavakchab qo'ydi. Chunki chavakga erlar ayolning o'xshash chiqadigan gap, ammo ovoz o'xshash chiqmaydi. Amaliyotda ovoz o'ratigan unda gap yo'q.
Şeriatta onda bir gap yok. Avazı öğretemez. Ayollarınki öğret oğunu avazını bunda yalnız çıkarıp bir xil başka mabtun kılgan alette avaz çıkarışı bu öğretiş. وقال مالك لا يرفع المحرم صوته في مساجد الجماعة بل يكفيه أن يسمع من يليه. Yani İmam Malik ihram bağlayan kişi cemaat namazı okulduğun mescitlerde unda üllük tuğlap etmeydi. Belki yendik adamlıqdak derecede. Çünkü üllük tuğlasa namazı okutqadan boluşu mümkün, Kur'an okutqalı boluşu mümkün, ders okutqalı boluşu mümkün. Onu bir aram qilib qo'ydi, eleştiriyordu. İlla fil mescidil haram. Fakat lamda haram mescidga chigan chaqda u yerdan da ko'pincha shu aji umr qildiganlar, tavaf qildiganlar bo'lgan ekan, u yerda ulug' to'lsin. Va masjidi Minadagi masjidda bo'lmasa. Fa innahu yarfa'u sawtahu fihima. Ashki masjidlar ulug' to'lsi bo'ldi. واستحب الجمهور رفع الصوت عند التقاء الرفاق وعند الإطلال على شرف من الأرض. Yani köpçülük alimler yana avazını ülük koyutuşunu müstahap dep qaraptı. Qanday chaqda yolda ketib bağlı bir görüp bilan bir görüp uçraş demas. Bir karvan bilan bir karvan uçraşgan chaqda ulumi ülük to'lab qo'yib, bulumi ülük to'lab qo'yib, bunda mashina uçrasın bir chirog'ni belgilab qo'yib, mana shuni o'xshash. Biz mana shunda nima ketib bormaymiz deb og'lig'ini uqtirib, ulumi mavlum uqtirib, ham shariatninki ahkomlarini, islom faoliyatini izhor qilib, namoyanda qilish uchun anda ülük to'laydi deydi. Ya'ni anda belgirdik. وعند الإطلال على شرف من الأرض. Yani onda bir dün igizya körengen çağda aynı ülük tolaydı. İgiz dün körengen çağda, dün pes küçükken çağda, dün çıkan çağda mesela. Aynı bir her bir yanılık boğan çağlarda aşındadım kıldı. وقال Ebu Hazim o tabi'illerinin birisi oldu. Ebu Hureyre'den başkaları rivayet kılan tabi'in. Ebu Hazim dedi, "Kan ashab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yabluğuna ar-rawha hatta tubahhu huluquhum." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabeleri ravhaga berip bo'lguncha ülleri putup ketibdi. Bahs savt degan ovozi putup ketgan. Ravha degan Makka bilan Madina oraliqidagi bir joyning ismi. Rasululloh bir tushib namoz o'qigan bir joy, bir o'tangdek bir joy. Shu yerga borgan chaqda bular shu yo'lda kelib o'tib ko'p talbiya to'lg'anlikdan, ulug' to'laydigan talbiyani ko'p to'lg'anlikdan ovozlar putup ketadi. Wa kana Malikun la yara talbiya min arkanil hajj va yara ala tarikiha daman. İmam Malik talbiya to'lashni va hajninki asosiy arkonlaridan emas, lekin vojibotlardan deb qarab ekan. Talbiya to'lmagan kishiga bir qon keldi deb qarabdi. Ya'ni vojib deb qarabdi. Ehram bağlıqçı talbiya to'laydi dedi-ku. Endi mush talbiyani to'limiz-chu nima bo'lmoqchi? İmam Malik bu haj faoliyati asosiy arkonlaridan emas, vojibotlardan. Undagi vojibni tark qilganki bir qon keldi deb qarabdi. Va kan g'ayru yaraha min arkani. Endi boshqalar yo'qni bir rukni deb qarabdi. Bu boshqalar kim? Ba'zi olimlar. Lekin jumhurning nazarida bu talbiya to'lmagan kishiga qon kelmaydi. وحجة من رآها واجبة أن أفعاله صلى الله عليه وسلم إذا أتت بيانا لواجب أنها محمولة على الوجوب. Talbiyanın özünde vacib deb qarallar. Bunun asaslanğını Resulullah'ın iş faaliyetleri bire vacib narsini, farz narsini bayan qilish tariqasi kelsa, şu farzning jumlasidan bo'lib ketadi. Endi haj degan farzda buni bayan qilish uchun Rasululloh tafsiri ko'rsatdi. Shu ko'rsatgan narsanisi talbiya to'lash va ularga talbiya hajning bayoni bo'lgan ekan, bu vacib deb qarab. Hatta yadulla dalil ala g'ayri dalik. Yani uningdan boshqa vacib emas deydigan bir dalil isbotlangan qadar bu vacib bo'ladi debdi. Liqavlihi sallallohu alayhi vasallam xudu anni manasikakum. Haj faoliyatini mendan o'rganib olinglar, mendan ilib olinglar dedi. Degan ekan shuning ichida talbiya to'lashmi biz oladigan faoliyat qatoridan undan keyin vacib deb. Va bihada yahtajju man awjaba lafzahu fiha faqat. Demek talbiya to'lash Rasulullah qanday to'lgan bo'lsa to'lishing vojib degan lug'atga zahiriylar. Shular mushadisini dalil qildi. Xudu anni manasikakum dedi. Shuning ichida talbiya to'lash bor. Rasulullah qanday to'lgan, shunda to'ldi. Shu o'xshash to'lishing kerak deb qaraydi. Va man lam yara wujuba lafzihi endi u lafzda talbiya to'lmasın başqasirak to'lisi bo'ldi deganlar, ya'ni ko'pchilik olimlar fa'tamada fi zalika ala ma ruya min hadis Jabir radhiyallohu anhu qala ahalla Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fa zakara at-talbiya allati fi hadis Ibn Umar. Asoslanğını muhaddis deydi.
Jabir radhiyallohu anhuning hadisida bunda kelgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunda talbiya to'lg'an deb, ash Ibn Umarning hadisiga labbayk Allohumma labbayk, labbayk la sharika lak labbayk ashu talbiyani bayon qildi mush hadisda. Va qala fi hadisihi, ana shu Jabirning hadisida oxiridan deb keldi. Va nas yaziduna ala dalik labbayk dal ma'arij. Sahabelar buningga labbayk dal ma'arij deb qetib qo'yganlar va nahwahu min al-kalam va an-nabiy yasma va la yaqul shay'an. Labbayk dal ma'arij deganda va shuning o'xshash so'zlarni qatqanlimi bordi Rasululloh anglab turib gap qilmaganda deb tumadizdi. Lekin ortiq ham qilsang boshqacharoq desangmi bo'ladi demoqchi. Zal ma'arij degani nurg'un martabalarning egisi, darajalarning egisi degan bu. Lekin bu qaysi martaba, qaysi daraja, jannatga darajalarmi, dunyodagi darajalarmi yoki osmonning darajalarimi? Bu Alloh alam. Yani ilallohi dil ma'arij deb bag'o, shunga o'xshash. Shuning tafsiriga munosib. Ya'ni bu labbayka deb to'lashni boshqacha lafz bilan qilsangmi bo'ladi deganning dalili. Va ma ruya an ibn Umar annahu kana yazidu fi at-talbiya wa an Umar ibn al-Khattab wa an Anas wa ghayrihi. Va ma ruya an ibn Umar annahu kana yazidu fi at-talbiya. Ibn Umardan va dadistimmo ikkalandan talbiyada ortiqroq to'lg'anligi rivoyat qilinib chiqqan. Anas radhiyallohu anhu shunda va bosh savildimmo boshqacha to'lg'anligi bor. Undan keyin bu nimaning isboti? Boshqacharoq to'lsam bo'ldi. Rasululloh to'lgan shu lafz bilan to'lash vojib emas degan. Vastahabba al-ulama wa la yakuna ibtida'ul muhrimi bit-talbiyati bi athari salatin yusalliha. Endi yana ihrom bog'lash munosabatli kishilarning jumlasida olimlar ihrom bog'lovchi, ihrom bog'lagan chaqda dastlabki ihrom bog'lash faoliyatini qilgan chaqda talbiya to'laydi. Endi bu talbiyani namoz o'qib to'lishi mustahab, namozning oqidan to'lishi. Ya'ni oldida bir namoz o'qib, namozning oqidan unda to'lishi mustahab deb qaradi. فكان مالك يستحب ذلك بأثر نافلة لما روى من مرسله عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين فإذا استوت به راحلته أهل. إمام مالك namazdan keyin ondan talbiya to'lsa mustahab debdi. Talbiya to'lashtirgan namaz o'qitmas. Undan keyin talbiya to'laymiz. Bunda qilsak mustahab deb qarab. Asoslangan nima esa mursal hadisdan birisiga asoslangan. Bu hadisni Hisham ibn Urva otasi Urvadan rivoyat qilgan. Anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kana yusalli fi masjid Zulhulayfa. Rasululloh Zulhulayfa masjidida namoz o'qiydi. Shikirga shunaman. Ondan tugisi Raus o'rnidan turib bo'lgan chaqda labbayka deb to'laydi deb rivoyat qildi. Nima uchun mursal bo'ldi o'sha hadis? Urva Rasulullohning bevosita rivoyat qildi, sahoba yo'q bo'lib turdi. Rasulullohni ko'rganman. Shoma nimaga diqqat qilib o'tiranglar? Ya'ni mursal degan unda mutafakkir bo'lmaydi shu. Ba'zisidan mursallika Urva Rasulullohning bevosita rivoyat qilgan. Rasulullohni ko'rmasa qanday Rasulullohning bevosita rivoyat qilgan? Urva tabi yani. Shu mursal. Rasulullohni ko'rmay boshqalardan olgan narsani. Başkalarda anlab, lekin başkalarda anladım deb uni atmagan-da. Agar atgan bo'lsa, uçaqda marfu bo'ldi. Anu mursal olan ersalahu yani Rasululloh bunday dedi deblar. Lekin bu hadislar ya mursal kelgan boshqa yoda sahobaning ismini atab kelgan bo'lishi mumkin. Demak, bu hadisni asos qilib namoz o'qitib, orqadan labbayk Allohumma deb to'lashni boshlaydi debdi. Ayol labbayk deb to'lashni boshlashni namoz o'qitib, unda oqidan to'landiq demakchi hozir masala. Demak, bu yerda bir mustahablik bor namozning oqidan. Endi farz namozni o'qib bo'lib, oqidamandan mashinasi labbayk deb mansam bo'ldi. Lekin Imom Malik ataydan kirkat bir namoz o'qib, namoz o'qish cheklanmaydigan vaqtlarda deydi. Kirkat bir namoz o'qitib, undan keyin ataydan yani bir talbiya to'lashga kirkat namoz o'qigandan keyin bunda qarabdi. Başkalar farz namazdan keyin to'lsam bo'ldi, boshqa namoz o'qigandan keyin. Vaqtalafatul athar fil mawda alladhi ahrama minhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bi hajjatihi min aqtar Zul Hulayfa. Endi Rasululloh Zul Hulayfa degan joydan ihrom bog'lagan. Shunama Zul Hulayfaning nadin ihrom bog'ladi? Masjiddimi? Ya bu yerdimi? O'rin qaysi? Deb hadislar sal o'xshashganmidi deydi. Mishada ihrom bog'ladi degani ahrama minhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bi hajjati degani shu talbiya to'lgan joy. Ihrom bog'lagan joy emas. Masjid ihrom bog'lagan, lekin talbiya to'lashni boshlagan joy maqsad. Masjiddan tortib talbiya to'lanmaganmi? Yoki sal masjiddan ayrilib bunda sirt chiqqandan keyin talbiya to'lanmaganmi? Yoki yani bir bayda degan kelib, bu yerda tugis rasmiy qo'zg'atib patlangan chaqda andin talbiya to'laganmi? Nereden başlayımız degan yerda ixtilof bor.
فقال قوم من مسجد ذي الحليفة بعد أن صلى فيه. بعض عالمlar Zulhulayfa masjid namoz o'qib, namozdan keyin labbayk Allohumma deb to'lashni boshlaydi deb qaradi. وقال آخرون إنما أحرم حين أطلع على البيداء. Zulhulayfadan sal chiqib bir chekandi. Zulhulayfadan da chiqib bir kan sayliqqa chiqqan chaqda rasmiy safarga otlandiga kelgan chaqda shu chaqda undan labbaykini boshlagan deb qarabdi. Bayda degan bir sayliq qildi. Zulhulayfadan shunday chiqqan chaqda uchraydigan sayliq. وقال قوم إنما أهل حين استوت به راحلته. Ba'zilar yo'q tugisiga o'tirib, tugisini qo'zg'atgandan keyin bunda 2-3 qadamda qubidiga tuga. Aldığı bir inişip, akı bir inişip, yani aldığı bir inişip kubamda resmi turib boğan istivat bihi rahilatu. Ravrus orundan turib boğan çağımdı tüge. Şu çağda andan lebbeyk Allah'ım dap atlandı, dap qarabdı. Yani Resulullah şimdi lebbeyki tolğan, tügisi razı orundan kopap boğan çağda. Vesule İbn Abbas radıyallahu anhuma an ihtilafihim fi zalik. Yani İbn Abbas radıyallahu anhumadan bu şunda alimlar munda ihtilaflaşırken bu hakikati nima deb so'ralgan chaqda deb javob beribdi. Kullun hadatha. Hemmisi bu gayşe şu. Hemmisi doğru. La an evvel ihlalihi aleyhissalatu vesselam. Lekin hemmisi şu dastlabda Rasulullah talbiyat olganını demek emas. Bel an evvel ihlalin sami'ahu. Hemmisi Rasulullah'ın talbiyasını dastlabda nereden algan bo'lsa shuni deb baqqan. İkisinin farkında. Ve zalika en-nas ya'tuna mutasabiqina fa ala hada la yakun fi hada ihtilafun. Nima uchun Rasulullah da masjid namoz o'qidi. Shunami? Namoz o'qigan chaqda Rasulullah bilan birga bir guruh sahabe baken şeydi. Resulullah talbiyat olgan çağda şunu anlattı. Mesela 100 adam anlattı deyli. Ondan Resulullah'ın ahirine yani yetişip şu Zulhulayfa'yı kilovatqanlı ba. Mescidin mında çıkıp Beydaga kelgan çağda yani talbiyat olsa Resulullah. Bu ki yetişip kelganlar dastlab qilib o'sha Beydada to'lg'an debdi. Burunqa masjidda to'lg'anni anlamagan ekan. Ondan yana tugisiga minib, roz o'rnidan turib olib bayga deb yana bir to'lsa, ana shu chaqda yetib kelganlar Rasululloh tugisi roz o'rnidan qo'yib bo'lgan chaqda to'lg'an debdi. Oldida ikki o'rinda talbiya to'lg'anning u chaqda ular yo'q bo'lganlik uchun, anlamaganlik uchun. Demak, ma'nolar unda masala oydinlashib ketdi. Hammasi o'zi dastlab qilib anlagan talbiyani şunu Resulullah dastlab mishar qilgan deb turib. Va yakun illal ithras salat talbiyat olash mishar namozdan keyin bo'ldi. Demak, mishada hozir Ibn Abbosning gap tugab bo'lgan. Ya'ni va yakun illal ithras salat. Demak, to'g'risi nima? Bu bir xil tarjih. To'g'risi Rasulullah namoz o'qib bo'lib, undan talbiyat olash boshlagan. Buni bir guruhli ko'rgan, bir guruhli ko'rmagan. Ko'rmaganlar oyoq bu yerda to'lmagan dastlab qilib oyat to'lgan deb turgan. Undanki biz Ibn Abbosning so'ziga asosan dastlab namoz o'qib bo'lgandan keyin talbiya boshlaymiz. Yani Zulhulayfaga chiqimiz hozir eham bo'lgan chaq. Madinadan Makkaga bormoqchi bo'lsak, Madina shahrining sirtida 5-6 kilometr manganda hozir shaharning ichi bo'lib ketdim deyapman. 5-6 kilometr mangan chaqda bu masjidga tushirdi mashina. Biz kirib yuyindigan munchilar var. Munchi yuyinib, ihramni kiyib, kiyimlarimizni xaltaga silib o'tib, andan masjidning ichiga kirib, namoz o'qib, duo qilib, labbayk deb andan mashina o'tirib mandim. Hozirgi buldig'i shu. Demak, o'sha to'g'risi shu, namozdan keyin boshlaymiz. Va ajma'a fuqaha al-amsar ala anna al-makki la yazmu al-ihlal. Fuqahalar ittifoq keldi. Makkilik kishi talbiya to'limsin bo'ldi deb. Hatta idza kharaja ila Mina liyattasil lahu amal haj. Bu yerda demak shu haj oylarining 5ida yoki Zulhajning 5idan tortib talbiya to'lish kerak emas. Masalan, sirtdan kelganlar Shavvol, Zulqa'da, Zulhajja oylari kelimizg'o. Shu chaqda unda burun haj farz bo'lishi ilgari burun to'lab kelimizg'o. Ya'ni bu Makka to'g'anlama shunda sirtdan kelganlar to'g'laydigan vaqtlarda to'lab boshlab qo'yish kerakmi? Boshlab qo'ymizmi? Shu chiqilgan chaqdan boshlasin bo'lamdi demoqchi. Hatta ida xarajalamina burun to'lab qo'ymizmi? 15-20 kun, bir oy burun to'lab qo'ymizmi? Shu Minaga 8-kun chiqamda, 8-kuni to'labdan boshlasa, buning to'lishi bilan ana Minaga chiqish ham mesela zanjirsiman bog'liqdan tutishidir. Bo'lmasa 15-20 kun burun to'lab qo'yib, endi o'zi boshqa ishlar bilan bo'lib, orliqni uzib qo'yib to'lgan bo'ldi. Demak, unda burun to'limsin bo'ldi. Burun to'lash faqat sirtdan kelganlik uchun. Wa umdatuhum ma rawahu Malik an Ibn Jurayj annahu qala li Abdullah ibn Umar. Bunun asoslangani Ibn Jurayj Ibn Umar radhiyallohu anhu so'rabdi. Ra'aytuka taf'alu huna arba'an lam ara ahadan yaf'aluha. Men o'zlarininki mishada 4 ishni qilganliklarini ko'rdim. Boshqa hech bir kishining unda qilganligini ko'rmagandim. Hayron qoldim demoqchi.
فذكر منها ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت إلى يوم التروية. مثلا مكة بولاب قاسلا bütün خلقlar Mekke'deki tuğan kanın hamısı talbiyat olursa إذا رأوا الهلال diyen hilal zilhacce. Zilhacce'nin ayışında tuqqandıklar talbiyat olaşına Mekke'likle başa girdikken. Lekin o'zlari unda qilmaydiganlar. Sizlar 8-kuni andin yawm tarbiya degan 8-kuni. 8-kuni andin tarbiya to'laydiganlar, men shunday ayron qildim deb degan. Fa'ajabahu ibn Umar radhiyallohu anhu uning bunda javob berdi. Ammal ihlal, unda tarbiya to'lash kelsak, ya'ni 8-kuni tarbiya to'lashning sababi bo'lsa, fa inni lam ara Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yuhillu hatta tanba'ita bihi rahilatuhu. Rasulullohning cho'gisi ras o'rnidan qo'pab qo'zg'alganga qadar Rasulullohning tarbiya to'lganligini ko'rganman. Rasmiy qo'zg'alib bo'lganda andin to'lg'inni ko'rgan. Undan keyin biz minaga maran chaqda to'lsaq bo'ldi. Men qiyinim shunda to'g'ri debdi. Nima uchun yawma tarbiya deb atalgan 8-kun minaga maran kun bu. Hamma ajlar minaga chiqdi. Tarbiya degan ravay sug'urish ray deymiz-ku. Ertava deganda sug'urishdan chiqqan bo'lishi mumkin deydi olim. Ya'ni yawma tarbiya degan minaga suv to'shib endi arba chiqmaz 12 kun shu 8-kundan suv to'shish harakati qattiq jiddiylashgan bir kun bo'lg'achqa yawma tarbiya deb atalgan. Yoki hamda shu 8-kunda minaga chiqib ravva deb unda saqlab o'zini tayyorlab ata arbat cho'ng faoliyatida ata deb minaga chiqib aramda roz tayyorlik qilib taravviy deymiz-ku. Kutib turish saqlab turganlikni buningdan kelgan deb qaraydi. Yuridu hatta yataslahu amal haj. Demak Ibn Umar mishada 8-kuni ihrom bog'lasa haj faoliyati tutishib ketadi demakchi deydi. Wa rawa Malikun anna Umar ibn al-Khattab radhiyallohu anhu kana ya'muru ahli Makkah an yuhillu idha ra'aw al-hilal. Imom Malik rivoyat qilsa Umar ibn al-Khattabni Ibn Umarning otasi Ibn Umar anda qaraydi ekan. Otasi Makkelik kishilar Zulhajjining ayini ko'rgandiganlar talbiya to'lashni boshlasin deb buyurdi ekan. Bu ikki xil qarashim. Ota bilan balaning ikki xil tutqa yo'li. Wa la khilaf indahum anna al-makki la yuhillu illa min jawf Makkah idha kana hajjan. Makkilik kishilar agar umra qilsa, imzoq hilga chiqib, haram doirasidan sirtga chiqib, ihrom bog'lab chiqdi-da. Shunami? Endi haj qilmoqchi bo'lsa, shu Makkaning ishidan shu o'zining uyidan, mahallasidan talbiya to'lab mangdi dedi. Nima uchun hilga chiqmaydi desak, chunki Arafat haramning sirti. Demak, ashaga bir chiqish bo'lgan ekan, bu o'rinni tuldi dedi. Va amma idza kana mu'tamiran fa innahum mana umr qilgan bo'lsa, ularimiz ittifoq. Ala annahu lazimuhu an yakhruja ila al-hil thumma yuhrima minhu liyajma'a bayna al-hil wal haram. Umr qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, barliq olimlar ittifoqki Makkada tug'an kishi halol joyga chiqib, ya'ni haramning sirtiga chiqib, endi shu yerda ihrom bog'lab kirish kerak dedi. Bunda qilgan chaqda da hil bilan haromni ikkisini jamlagan bo'ldi. Xuddi hojimo arpa chiqib qilgandek. Ani li'annahu yakhruju ila arafa mana. Haramda ihrom bog'ladi, keyin haramning sirtiga chiqdi arpatni. Unda ikkinchi jamlagan bo'ldi. Umr qilgan odammo sirtiga chiqib ihrom bog'lab chirib, unda haramga chiqsa ikkinchi jamlagan bo'ldi. Va huwa hillun. Arafat shu halol zimindor, ya'ni haram doirasi emas demakchi. Arafatning zodi bir nimasida ham chegarasini belgilab qo'ygan tashlab hozir. Arafatning chegarasidan. Lekin bu haramning doirasi nariga desa, Makkadan chiqib azroq mang'andan keyin haramning doirasi tugaydi. Endi shu hudud alimki shu masjid haramning hududimi yoki Makkaning hududimi? Ya burunqa shu Masjid Haramga Ka'ba joyli deb qaralgan yerning chegarasi. Masalan, Jiddadan kirgan vaqtda bir darvoza bor. Bir darvoza shu yerdan tortib haram doirasi. Burunqa Makkaning doirasi shu. Shu haram qilingan joy endi. Odatda Tan'imdan qishidan keyin Tan'imda, Jaranida, hududul haram deb. Hududul haram degan shu hamda. Haram doirasi chegarasi shu. Shuning ishidan umr qilmoqchi bo'lsak, bu sirtga chiqib, shu chegaradan sirtiga Tan'imga, Jaraniga, masalan, Jiddaga chiqib, ihrom bog'lab, undan kiramas. Va bil jumlati fattafaqu ala annaha sunnatul mu'tamir. Umuman hamda shu halol joyga chiqish yoki halol joydan talbiya to'lab minish
Bu ömrü qilgan kishiniki qildigan ishlarning ichidan sunnat darajalik amallarning birisi deb buni ittifoq keldi. Vaqtalafu illam yaf'al. Agar unda qilmasa, masalan, ihrom bog'lagan chog'da bu umriga halol joyi chiqmabdi, tanami chiqmabdi, ya jarani ya jiddiy chiqmas, ihrom ishi turiblam, ya yatqa ribatda turiblam, yemakdan ihromni bog'lab, masjid ihrom turiblam, umra qilib, unda qilib beradi. Bunda bo'lsin bo'lmoqchi. Faqala qawmun yuzihi va alayhi dam. Umrisi umr bo'ldi, lekin bir vajibatni qilmaganlik uchun bir qon kildi. Wa bihi qala Abu Hanifa va Ibn al-Qasim. Maliki mazhab alimlaridan Imom Malikning shogirdi Ibn al-Qasim shunday deb qarabdi. Yani in ahrama wa ahalla bil umrati min Makka wa lam yakhruj ila al-hil demek. Wa qala akharun la yuzihi wa huwa qawl al-Thawri wa Ashhab. Sufyan al-Thawri wa Ashhab, yani Ashhab mu Imom Malikning shogirdlari bular ya bu umr olmaydi debdi. Elbette bu bir qo'y qon qilgandan taniga chiqdim qilgan yaxshida. Bu İmam Şafii'nin şagirdlerine hiç kılmaydı ekan. İmam Şafii'nin unda mushu Muzani bunun sal anda alayda qarashlari bor. Lekin bu kitob o'zi manba qilgan olimlarning qarashini ekangan kitob Ibn Abdulbar sizga degan kitobda unda akammaganlik uchun shu maktabni akammaskin. Ammo Muzanidan boshqa Imom Malikning shogirdlarining unda ayrim bunda mazhabdan chiqib turib, ayrim qarashli bo'lgan nimalari az. Shu asosiy Imom Shafiy to'liq kontrol qilib olgan. Shuning gap. Shogirdlari uning nimasidan bakchi ketmaydi. Muzani ham uning ayrim qarashlari va ayrim ijtihodlari va muqaddam mujtahid, xuddi Abu Yusuf Muhammadga o'xshash. Uning qarashlari maktabda ekan. Wa amma mata yaqta'u al-muhrimu at-talbiya. Talbiya to'lashni boshlagan. Nagir to'xtadi buni. To'xtash nuqtasi qaysi? Bunda hisoblashdi. Fa inna ikhtalafu fi zalik. Farawa Malikun anna Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu kana yaqta'u at-talbiyata idza zaghat ash-shamsu min yawm Arafah. Zaghat yani malat. Kun shunda qayrilganda, qiysayğanda deymiz-ku, tiklishib sal qayrilgancha, peshin vaqti bo'lgan chog'u, shu chog'da Zavol shams shumi? Zavol shams degan shu. Tush vaqtidagi zavol shams, kechlik emas. Kechki g'urub deymizmi? Kechkini zavol deb ataydi, lekin tushdagi zavol. Ya'ni osmonning qap o'ttirdan sal matarafga qayrilgan chog'da, kun qayrilganda deymiz. Kun qayrilgan chog'da, qiysaygan chog'da talbiyani to'xtadi. Qaysi kun? Min yawm Arafah. Arafat kuni peshin vaqti bo'lgan chog'da deydi. Wa qala Malik, yani bu hozir hajdagi gapmi va Arafatning. Wa qala Malik va zalika al-amru alladhi lam yazal alayhi ahlul ilmi bi baladina. Imom Malik bizning diyorimizda ahlimlar mana shuni amal qilib kelayotgan. Va Imom Malikning amal ahli Madina hujja degan bir misog'i, yo'q shuni asos qilib oldi. O İmam Malik sabit olgan hadisinden bekar amal ahli Madina bey aldı. Aşın jalliq deb qaraydi. Amal ahli Madina bilan sahih hadisdan bir siz kelib qolsa, hadisni qo'yib qo'yib, bakrak kuchli. Chunki bu necha ming odamdan bunda o'rganib kelgan ish deb bunda. Bu kitobning burunqa boshqa bo'limlarida amal ahli Madinani bahs qilib ataytin to'xtalgan ma'lum. Buni biz o'qib bildik. وقال ابن شهاب الزهري يعني محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري تابعين كانت الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يقطعون التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة من ذلك. قال أبو عمر بن عبد البر واختلف في ذلك عن عثمان وعائشة. عثمان ولان عائشة رضي الله عنها نشخل قرش كيف قال ديدهم. وقال جمهور فقهاء الأمصار وأهل الحديث أبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وابن أبي ليلى وأبو عبيد والطبري والحسن بن حي. حسن بن حي من إمام أبو حنيفة زمان أتكن برمجتهد آل. طبري ما وإمام شافعي نبر شاقيتك آل. بلا إن المحرم لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة. Jamaratul Aqaba yani şu şeytanga taş etip boğuça atkan kadar onu toxtatmaydı. Atkan çağdan onu toxtudu. Lima sabata seyyidiste keldimin. Anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem lem yazal yulabbi hatta rama Jamaratul Aqaba. Jamaratul Aqaba'nın teşini etip boğanda andın toxtudu. Atkan kadar telbiye tolupmanda edip müşahidiste. İlla anna muhtalafu mata yaqta'uha. Lekin alimlar texmi tafsili bir doira geçirib hamda zar qachon to'xtadi shuni deb ixtiloflashdi. Faqala qawmun idza ramaha bi asriha. Hamman etib bo'lgan chaqda tosh atgan chaqda uni to'xtatdi dedi. Tosh atmoqcha to'xtatmagan dedi. Endi tosh atmoqcha degan bu yerda bir kichikina mubohlik bor. Toshni bir nechini etib bo'lgandimi yoki hammani etib bo'lgandimi yoki atay degan chaqdimi demakchi.
Dal vaqtini bekitishda hozir ixtiloflashdi. Hatto Rama Jamaratul Aqbani qanday sharhlash mumkin masalan? Deb qo'yganlar. Jamaratul Aqbani atmoqcha to'xtatmagan desak bo'ldi. Etib bo'lib, andan to'xtatdi desak bo'ldi. Demak, mushunda bir ehtimollik bo'lgan ekan, jumhurlar o'zaro ixtiloflashib qoldi. Burunqi Arfat kunilam tushdi to'xtab bo'ldi deganlar hozir talashtashining sirtida ular shar qilib qoldi hozir. Biz hozir Arfatni Muzdalifga keldik, Muzdalifdan rasmiy shaytonga tashlatgan Arfatning ertasi kuni, Hayit kuni deydi. Hayitning birinchi kuni keldik hozir. Hayitning birinchi kuni shayton tash atgan chog'da to'xtaydi dedi. Atgan chog'da deganning nima demoqchisi? Atay degan chog'indami, etib atgan chog'dami yoki etib bo'lgan chog'dami demoqchi. Hatta berilgan g'oyani so'g'on ketib g'oyamni mug'ayyabni kirmamdi bu talashda sho'ga chiqamishadi ixtilof keldi. Faqala qavmun idza ramaha bi asriha talbiyani. Hamman etib bo'lganda andin to'xtadi. Lima ruya an ibn Abbas radhiyallohu anhu anna al-Fadl ibn Abbas radhiyallohu anhu kana radifa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ibn Abbasning qarindishi Fadl ibn Abbas Rasulullohning oxiri mingishi bo'lgan dedi uloqqa. Va annahu labba hina rama jamaratul aqaba. O taşni Jamaratul Aqabaga atgan chaqda talbiya to'lab ekan. Talbiya to'lab etib, oxirgi taşni etib bo'lgan chaqda talbiyasini to'xtatgan. Mushunga asoslan. Hammani etib bo'lgan chaqda to'xtatsa degan. Va qala qawmun bal yaqta'uha fi awwal jamra yulqiha. Birinchi tash shunda etib bo'lishig'laman bo'ldi. Biz hozir boshqa bir faoliyatga o'tib ketdik deb to'xtatsa debdi. Bu jumhurning qarashi. Yani jumhurdan sizga jumhur ama bu. Çünkü İmam Maliklar nimadan to'xtab qoldi Arfat kunida. Bizda nima tash atgan qadar kelganlar bor. Shuning ichidagi ko'pchilik birinchi tashni shunda atgandan to'xtaysa dedi. Ruya dalga Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu. Wa ruya fi vaqt qat' at-talbiya aqawilu ghayru hadhihi illa anna hadayn al-qawlayn huma al-mashhura. Yani qachon talbiyani to'xtadi deganda mush ikki qarashdimi boshqa qarashlik kelgan. Lekin mushu mashhurroq ikki qarash bo'lgan ekan, mush ikkisini dedim boshqasini tarjimada. Vaqtalafu fi vaqt qat' at-talbiya bil umra. Yana umra qilgan chaqda talbiyani nada to'xtamas, bunda ixtiloflashdi. Faqala Malik yaqta'u at-talbiya idan intaha ila al-haram. Haramga borgan vaqtida talbiyani to'xtadi dedi Imom Malik. Yani haram dairasiga borganda demakchimi? Yani haram masjidga. Duttun kirgan chaqda demakchi. Shunday demakchi. Wa bi qala Abu Hanifa wa qala Shafi'i idza iftataha at-tawaf Shafi'i debdi, Shafi'i bilan Imom Ahmad billah tavafni boshlagan chaqda unda talbiyani to'xtatsa. Wa salafu Malikin fi zalika Ibn Umar va Urva. Imom Malikningki qarashida bo'lganlardan ilgirki dastlabki davrdagilardan Ibn Umar bilan Urva ikkalan bor. Va umdat Shafi'i anna at-talbiya ma'naha ijaba ila at-tawaf bil bayt. Yani Shafi'i tayinli nima bir aqliy dalilga tayinibdi. Ashkaylan sahabadan tabi'in kelgan qarashga tayinibdi. İmam Shafi'i debdi, talbiya degan Ka'bani tavob qilma deb chaqiriqqa ijobat qilishdan iborat. Chunki Ibrohim alayhisalom chaqirdi-ku va adzin fin-nasi bil hajj ya'tuka rijalan va ala kulli damir. Sen jakalig'in deb Ibrohim alayhisalom buyurgan chaqda Ibrohim alayhisalom bu Makkada cho'lni o'tirib turib, "Men to'lsam bu xalq olmaydi xaloya. Sen to'la uni yetkazib bizda." deb İbrahim Aleyhisselam şu çağda xaloyiq Allah sizlarni haj qilishga buyurdi deb to'lgan shu chaq. To'lgan ekan shu chaqiriqni butun shu chaqdagi ya undan keyin tug'ilgan hamma kishilarga Alloh taolo yetkazgan. Hatto shu insonlarning taqsulbida to'lanmagan shu ruhlarga yetkazgan buni. Shuni anglab ijobat qilganlar shay berish nisb bo'ldi shu. Demak bu labbayga degani shu chaqiribdi. İbrahim Aleyhisselam şu Allah unda chaqiribdi deb to'ldimi? To'lgan keyin biz labbayga deb keldi. Shu yugurib keldilar. Labbayga deganimiz chaqirib qarta labbayga deyishdan iborat. Yani labbayga odatda chaqirsa xo'sh, tayyor deydi-ku. Bu asli shu chaqda Alloh taolo chaqirgan chaqda Allohning chaqiriqini Ibrohim Aleyhisselam yetkazdi-ku. Shuningga qarta biz labbay deb to'lab chiqqandan iborat. Labbay degan nima? Ka'bani tavob qilishga men tayyorman. Siz chaqirtdingiz, men tayyor deganda iborat debdi Imom Shafi'i. Fala tanqatu hatta yashra fil amal. Demak, faoliyatni o'rindashga tutish qilgan chaqda andin to'xtasa. Bo'lmasa men tayyor deb tayyorlikni isbotlab tursa, tezlar qilib tursa. Bu aqli dalil ekan, tahlil ekan. Wa sababul xilaf muaradatul qiyas li fi'li ba'd as-sahaba. Bu yerda ixtilofning sababi Ibn Umarga o'xshash sahabalarningki ishiga aqli dalilning deb qo'yiladi.
aqli dalilninki gap qilishi. Yani İbn Ömer Resulullah'ın şerketine doğrab, şunu ergişip bunda kılıptı. Şunu Resulullah şunda kılan buluşu mümkün deb bunda apasak bu kuşluk çıkıdı. İbn Ömer özünün kallası boş kılıp olmaydı onu. Resulullah'ın şunda ömrü kılan çağım nerede talbiye toxtalgan şuna dikkat qilib turib ügünüp şunda kılıptı desek ma eser kuşluk çıkıdı. وجمهور العلماء كما قلنا متفقون على إدخال المحرم الحج على العمرة. Köpçülük alimler hemmesi ittifak deydi. Nimaga? Ihram bağlayan kişi asli ömrüge ihram bağlap çıkan birisi. Kaçı bununla hecne kıtıvesi bulamdı mı? Buludu depti. Mesela ömrüge ihram bağlap mağduk biz zaten. Ömrü kılaydı mağduk. Yolda ketip de ya Mekke'ye bağlan çağdırmış kılıp ihramdan çıkışta ilgiri muşun hecne mi kılım muşkıta dep onu koşuvesi buldu dep ittifak. ويختلفون في إدخال العمرة إلى الحج. أما سن هجر نيت قلب هجر لبيك دب طلب مناب يولد كتبتب أمرنمو قلب تيا دب أمرنمو كتبتب لمسا كتبتب ممسا بنودك تطلع. وقال أبو ثور لا يدخل حج على عمرة ولا عمرة على حج كما لا تدخل صلاة على صلاة. خود برنامج وقتب قتشدا ونو معلوماتو كتبتاي دب جبلو كيلومان دك و ömrüge hecge ömrünü onda koşu etkili olmaydı. Sen bir narsini şunda da niyet kılıp çıktın, şunu kılışın gereği de durun. Lige Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qanday qilgan? Kirgizgan. Yani hecge ömrünü kirgizgan. Yani sahabelerinin şuna buyurgan. Sahabelerni qurbanlık ilib kelmaganlar, asli hecge kelganlar, qurbanlık ilib kelmagan bo'lsanglar, umra qilib deb ihramdan chiqib, keyin hej qilinglar deb ömrünü kirgizib buyurgan. Demek bu caiz endi. Bunda kirgizib bo'ladi degan şu kuşluk. Resulullah şunda kirgizishga buyurgandan keyin o'zimi Resulullah qiron qilgan deb. Yani Resulullah hajga ihrom bo'lib chiqdi. Hajini qurbonlik qilib mangdigo ki 20 yil qolgan chaqda atani Jibril bivadil aqiq deb ondan umrini kirgizgan deb buyurdi deb ondan chiqishni bildi qilgan. Asli hajga bog'lagan. Yani şu hajjatul vadadiki فهذه هي أفعال المحرم بما هو محرم. Mana mushu ihrom bağlıqçınınken ihrom bağlıqçı bulaş sübti bilan qildigan faoliyatlari mushulardir. Va huwa awwal af'al haj. Ihrom bağlagan chaqdagi bu faoliyatlar hajning dastlabki faoliyatlarining jumlasidan. Va ammal fa'l allazi ba'da hada. Endi bundan keyin qildigan ish shu. Ihrom bağlagandan keyin ikkinchi o'rinda qildigan ish tavobdan iborat. Anda dukuli Mekke, Mekke'ye kirgan vaqtida Ka'bani tavoplash iborat. Ikkinchi faoliyat. Fal naqul fit tawaf. Undan biz ihramning masalalarini bayon qildik. Endi ikkinchi masala tavob munosabatlik masalalarni bayon qilaylik. Al-qawlu fit tawaf bil bayt wal kalam fi tawaf. Ka'bani tavob qilish va tavob munosabatlik masalalarda qilingan so'zlar edi. Bunida qanday masalalar so'z qilish mumkin? Fi sifatihi tavabning sifati qanday deb so'z qilamiz, shartlari, hukmi nima, vojibmi, nadmi, uning sonlari necha qatim qilamiz degandagi. Buning sifati. Val jumhur mujmi'un ala anna sifata kulli tawafin wajiban kana aw ghayra wajibin an yabtadi'a min al-hajar al-aswad. Ko'pchilik olimlar qandalan tavob bo'lsin, vojib tavob bo'lsin, nafl tavob bo'lsin, qanday tavob bo'lsin, başlanış noktası Hacer al-Aswad'dan başlandı deb ittifaq. Köpçülük alimlar, cumhurlar. Belki bir tabi'i, bir alim yo'q, mandayadan başlaysa degan bo'lsin. Fa in istata'a an yuqabbilahu qabbalahu. Hacer al-Aswad'ni sen tavob başlaygan chaqda suyalsang suysa, imkoniyat bo'lib qolsa. Endi bakbes qoldi ya, suyalsang suysa. Ev yelmesahu biyadihi ve yuqabbilaha. Yaki qo'li bilan da silab, qo'lini so'ysin bo'ldi. Mumkin bo'lsa. Mümkün olması yok, qo'lidan ishorat qilib qo'lini so'yib qo'yib ketgan. Hozir ko'pincha shuna qilmaysalar yo'q. Yani bu istilam degan so'z shu. Istilam rukn degan. Summa yaj'alul bayta ala yasarihi. Ondan Ka'bani so'l tarafiga qo'yib, mana do'li. Endi ala yamini emas, shu ma'nodan daldi. Ka'bani so'l tarafiga qilib cho'ylaydi. U tarafiga kassa, chataq chiqadi. Lekin so'l tarafiga qilib, shu so'l tarafga qarab, bunda Ka'bani so'l tarafiga qo'yib cho'ylaydi. Bunda Ka'ba yo'q bo'lsa, masalan, bunda cho'ylaymiz. Ka'ba so'l tarafimizda turdi. Babu salom shu, Rasululloh chigan darvoza shu.
Şuna kahve içigen çağda şu Babı Salam'dan kere şahında bir müstahakımdı. Şu Babı Salam'da işkez olarak şu yadın köpence kirgerler şu yadın kırdım. Onda aynı andın. Hacı Aslan'ın udulu kilep andın tavukuna başlaydı. Hacer-ül Aswad bu cennetten düşken ne belirsi var. Bu bir alaydı. Cennetten düşken bu asli akta insanın masiyetleri bunda qardetvetken. Yani işte var. Lekin cennetten düşkenligi sayedisi var. Adam Aleyhisselam'ın vaxtida ya İbrahim Aleyhisselam'ın vaxtida cennetten düşkenligida hadis var. Yoki ajıcık anıldı kaldı. Savadatu hataya bani Adam deb. Cık anıldı ekan. Şey belki Hasan dereceli hadisi bo'lishi mumkin. Adam balalarınki gunohlari qardetvetken. Bunu hatta şu Germaniyaga olimlar 70-nji yillarda azroq cho'qib shundan. Shu so'ygilib olgandamda enek nima qilgan narsa bor masalan, cho'qiydigan, metal cho'qiydigan narsa cho'qilib lam olib ketishgan. Olib ketib tadqiq qilib bu zamindagi tosh, metal bunday narsa hech qaysi tushmaydi ekan deb tadqiq qilib buni zoti osmondan tushganligini isbotlab chiqdi. Demek ki Hacer-ül Aswad'dan başlaydı. Kabe'ni sol tarafa kılıp çögüleydi. Fayatufu sab'ata ashwat. 7 kıtım çögüleydi. Yermulu fi salatal ashwat al-awwal. Aldınqı 3 ayrılışta qanaqlıdı? İldam manadı. Yermul degan ildamlash. Tiz ha. Kaç jalliq bunda manadı. Thumma yamshi fil arba'a. Qolgan 4'ida normal manadı. Wa zalika fi tawafil qudum. Bu anda Makka kelgan chaqdagi tawafda. وذلك للحاج gene mufrid vel qarina mufrid qilgan qiran qilgan haji uchun umri qilgan kishi uchun dunal mutamatta kaytamattoda tawafil ifoda qilgan chaqda u chaqda unda raml qilmaydi va annahu la ramala ala nisa ayollar unda tiz gachga ildan mangmaydi nima uchun ayollarning ishi mabni ala satr aldirab mansa unda jalliq mansa ya badani ba'zi yerlar ma'lum bo'lib qoldi ha undan keyin buni yo'gash uchun normal tekshirmoq va yastalim ruknul yamani anda yastalim degan so'z agar silam degan bu tosh degandan kelgan so'z bo'lsa ash tashni tutish bunda bo'ldi. Agar salom degan tahiyya ma'nosi bo'lsa salom berish buni qo'l kurashganda salom beramiz bo'lmasa bu bir xil tutish hamda. Demak yastalim degan tutishi bor slash desak bo'ladi. bu suyu shart emasmi? Hacer-ül Aswad suydi. Suyu imkon bo'lsa. Ha, suyish imkoni bo'lib qolsa. Hacer-ül Aswadning alohidagi bo'g'achqa suydi, lekin Ruknul Yamani undan qolsa, to'g'ri bo'lgan ekan uni tutib qo'ydi. So'ymaydi. Suydi deganim bormi? Shu Ruknul Yamanida echib qo'ygan shu mumkinda. Ruknul Yamaniga Hacer-ül Aswadga berishdi ilgirikka do'qinmoq. Aj bujak Ruknul Yamani deb atadi. Bu Yaman tarafdagi bujak. Yamani degan Yaman tarafdagi bujak. Endi Hacer-ül Aswadda ikkisini Ruknayn Yamaniyan deb ikkisini tagliban da Yaman tarafdagi ikki bujak deb atadi. Ikkisi asosan Yaman tarafga to'g'ri kelgan. Va huwa allazi ala qutr ar-ruknul aswad. Hacer-ül Aswad ba bujak tarafda bo'lgan, shuni beqinda bo'lgan bujak shu deydi. Rukn Yamani degan qasadga shu Hacer-ül Aswadning beqinidagi ash tarafdagi Hacer-ül Aswadning ilgiriki bujak shu. Li thubuti hadhihi sifa min fi'lihi sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tavob qilgan chaqda Rukn Yamaniyni islam qilgan. Rasululloh shu Ruknayn Yamaniyni islam qildi deb hadisda. Rukn Yamani bilan Hacer-ül Aswad ba ruknni demak. واختلفوا في حكم الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى للقادم هل هو سنة أو فضيلة Makka yeniden kelib umra qilaman, tavob qilaman degan kishi dastlabki 3 qatimliq aylanishda tavobning tez anda ildan mangab, gach mangab bunda oldirab mangish bu sunnatmi? Mushu hukmi nima zodi? Yoki mustahabmi? Faqal Ibn Abbas va sunnat. Ibn Abbas sunnat deb qaradi. Chunki Rasululloh shunday qilgan, sunnat. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وأحمد وأبو ثور. يعني مش عالم لا السنة تبقربته. واختلف قول مالك في ذلك. إمام مالك نصوص نشكل كيف قبضه. وأنه شاهد للنصوص وأصحابه. والفرق بين القولين. دمك السنة بيان قرشم باقي إمام مالك نقرشه. سلام. ينا مستحب بيان قرشم باقي. سنة قرأ الله من دليل أن من جعله سنة أوجب في ترك الدم. يعني من جعله واجبا لسكله. Ya, vacib deb qaragan bo'lsa, buni tark qilsa, qon qil. Demak, vacib deb qaraganligi bakim berdi. Tushunami? Lekin muallif bu yerda sunnat yoki fadilat deb lam talashtirsa, ikkida mahsur qilib qo'ydi. Vacib deb qaraganlar uni qilmasa, ramalni qilmasa, qon kirdi deb qaradi dedi. Bu sunnatning xatoni. Mishar bir xatolik bor. Va man lam yaj'alhu sunnatan lam yujib fi tarki shay'an. Sunnat deb qaramaganlar unda qilmasa hech vaqasi yo'q dedi.
Şey bir mesele var. Sünnet deb qaraganlar buni qilmasang sadaqa qon kelmaydi deydi. Cumhuriyet qarshi. Sünnet deb qaragan ekan. Yani vacib deb qarasa qon kirdi. Vahtajja man lam yara ramala sunnatan hamda ramalni tiz mashni sünnet emas deb qaraganlar İmam Malik'ten kelgan bir rivoyat deydi. Bular mushadisni bi hadis Ibn Tufayl an Ibn Abbas radhiyallohu anhu qala qultu li Ibn Abbas za'ama qawmuka anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hina tafa bil bayt ramala wa anna dhalik sunnah. Sizning qavmlari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ka'bani tavof qilgan chaqda ayda tiz ildan mangante deydi, mush sunnat deb turib oldi. Zamanimizda deb turib oldi. Deb turib oldi desam Ibn Umar rasi aytibdi, yolg'onmi aytibdi dedi. Qala qultu ma sadiq va ma qaysiningda rasi aytdi, qaysingda yolg'on aytdi. Rasi aytdi, yolg'on aytdi deganlar nima gap bu desam qala sadaqu. Rasi aytdi degani Ramala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hina tafa bil bayt. Rasululloh tavof qilgan chaqda ashunda ildam tizmangan shunama va kadabu laysa bi sunnah sunnat deb turadi yolg'on aytibdi sunnat emas qanday sunnat emas inna qurayshan zaman al hudaybiya quraysh shu hudaybiya sulhsi bo'lgan chaqda undabda inna bihi va bi ashabihi zalan bu madinada asl madina vaba makonida madina berib u yerda rasulullohning va sahobaning badallari ozlab kasal o'sib ketdi buni kasal qilib olgan ozlab ketdi deyishgan deydi. وقعدوا على قعان ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Bunu bir körep bakayla qanchalik ahval nadinaycha bular cho'qim azlab ketdi deb qan degan do'ngda yoki to'pilikda o'tiribdi kuztaylar. Bu xuddi hozirgi muddaa tarafdagi igizlik bor, Marv tarafda bir do'ng bor. Igizya bor, hozir bazava muddaa deb. Shu tarafni ko'z tutdi. Shu yerda turib bular küz tuttu Resulullah'ın. Şu çağda ömrüge girdi o. Hudaybiya sulh qilgan çağda ömrü qilib ketdi. Şu çağda küz turibdi. Fabalaga zalika an-nabiy sallallohu alayhi vasallam. Müşriklarning o'zida Rasulullohga aytib, bu azlab ketdi, bir ko'rlar axşam buning ahvoli bek bo'sh deb qarab turibdi deganimi? Yetgandan keyin Rasululloh sahobalarga urmulu aruhum anna bikum quwwa. Siz kaç tiz mangab, janliq mangab, sizda kuch borligini ko'rsatib qo'yinglar, chigongni ko'rsatib qo'yinglar bo'lar. Fakana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yarmulu min al-hajar al-aswad ila al-yamani. Yamanidan o'tib anna hajar al-aswad borgan Hajarul Aswaddan tatib da ayni Yamani kaycha ashada shu arliqda ramal qilibdi. Chunki Allah ma biz tarafdan unda qarab tursa, mayanni qarab tursa hozir ma Hajarul Aswaddan yanimda ayni yakay shuyani ko'rdi. Ma arliqni ko'rmaydi. Rukn Yamanida Hajarul Aswad ma arliqni ko'rmaydi. Ko'rgan yerda aldirmayman ular. Al ko'rsiga yerga kech galliq manga. Hatta o'ng bilikini chiqarib qo'yapmanga. Bilikidagi muskulini ko'rsatib toza. Shunga ma bir tarafdan chiqarib qo'ysimi taqa shuni bas qilish mumkin. Chigin ko'rsatishda iborat. Kafirlik musulmonning kuchini ko'rsatish. O'zini ojiz ko'rsatmaslik. Fayda tawara anhum masha. Ularning ko'zidan shunda g'oyib bo'lgan chaqda, uni ko'rmaydigan yakelgan chaqda normal manga. Va hujjatul jumhur, ko'pchilik olimlarningki qarash shu, ya'ni sunnat deganlar. Hadisu Jabir radhiyallohu anhu. Inna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ramala fi thalathatil ashwat fi hajjatul wada'. Hajjatul wada' qilgan chaqda dastlabki 3 aylanishda raml qilgan va masha arba'an 4 aylanishda mangan. Va hajjatul wada'da mushriklar unda qarab turganda ko'z yo'qdi. Shunami? Unda ekan bu sunnat. Bu birinchi illat yo'q mana demoqchi. Ma'kushlik ekan. وهو حديث ثابت من رواية مالك وغيره. Bu Seyyidis İmam Malik ve onun başkaları rivayet qilgan deydi. Demek hazırmı? Aş Kabe'da şunda nima qilsak, Kabe tavof qilgan aşağıdan aş Kabe'ning hazırmı? Ko'rib turdi televizorda. Demek Kabe'liga shu kishini ko'rsatib, ana qilib turish hazırmı? Yani aqdigan bir ish. Yani foydasi bor bir ish. Buni ma'lum aytaylik. Hazırmı buldu? Ela yomon chiqdi. Yani bir xil aldirgan holatda mangul buldu. Jalliq. Mesela ajning olsun, ay umrning olsun zaten tavof qilayotgan chaqni televizorda xabarlar davom ko'rib. Hatta ba'zi kanallar bor hozir shu 20 tarimni ko'rsatib turgan. Kabe'ni ko'rdi. Kabe'ni nahmaydan ko'rib turdi hozir. Ko'rgankan musulmonning jalliq ko'rsatish hozirmi buning roli bor. Qalu wa qad ikhtalafa ala Abi Tufayl an Ibn Abbas faruya anhu. Demek
sizlar dalil qilgan ibn Tufayl Abu Tufayl rivoyat qilgan bu hadisda har xil gap qilgan bo'lsa ojizlashtirmoqchi. Yuqori hadisnicho sunnat emas deganliginkini ojizlashtirmoqchi. Anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ramala min al-hajar al-aswad ila al-hajar al-aswad. Demak, sizning rivoyatingizda bir qatam hajar al-aswaddan hajar al-aswad qadar, ya'ni to'liq shu 3 qatam aylanishda to'liqanda to'xtamay ramal qilgan deb ba. Va dalga bi xilaf rivoyatul ular. Dastlabki rivoyatda hajar al-aswaddan yamani qadar deb ba. Demak, bunda isbas kelgan bu rivoyat anladim. Va ala usul az-zahiriyya yajib ar-ramal li qawlihi sallallohu alayhi vasallam khudu anni manasikakum. Zahiriyya shu yuqoridami bir necha masalada o'tgan. Khudu anni manasikakum degan ekan Rasululloh qilgan faoliyatning hammasi vojib deb turibdi. Ramalmi vojib debdi. Bayatı mana avjab fi tarkibdan deganlar musulmonlar zahiriyya. Va huwa qawluhum aw qawl ba'dihim al-an fima adun. Bu zahiriyning hammasining yoki ba'zisininki qarashig'i deymadi. Tazarqi isida qolmabdi ekan ma'lumotni. Shunday o'ylayman-go debdi. Amaliyotda hozir zahiriylar yani deb qaraydi, ramal vojib deb qaraydi. Wa ajma'u ala annahu la ramala ala man ahrama bil hajj min Makkah min g'ayri ahliha wa humul mutamatti'un. Endi tamattu haj qilib kelganlar Makkaga emas, sirtdan keldi. Umri qilib bulab hajga chiqilganlar borgo. Shularda tamattu qilgan chaqda bu ramal qilamdi, qilmamdi. Ya'ni bu xuddi hozir bu ramal qilish tavaful ifodadagi masala. Minadan qaytib chiqqan chaqda tavaful ifoda qilgan chaqda ramal qilamdi, qilmamdi deganda bu yerda ixtiloflashdi. Bular chunki kelgan vaqt tavaful qudumda ramal qilgan. Ya'ni ishkini qilib yana ramal qilamdi deb bunda ixtilof yo'q ekan bunda. Hammadan birlik gapdi bu. Bu chaqda tavaful ifodada mutamatta ramal qilmaydi debdi. Vaqtalafu fi ahli Makkah hal alayhim idha hajju ramalun am la. Endi ahli Makkah chiqib qolsa, hajdan esa tavaful ifodada, tavaful ifoda qilgan chaqda bular ramal qilamdi, qilmamdi. Endi Rasululloh sirtdan kelib ramal qilgan. Makkaliklar ramal qilamdi, qilmamdi. Faqala Shafi kullu tawafin qabla Arafa mimma yuwassalu baynahu va bayna as-sa'i fa innahu yarmulu fihi. Arfatdan ilgirlam qilgan tavaf bo'lsa, oqididan sa'i qildigan bo'lsa, uni ramal qildi debdi. Va kan Malik yastahibbu zalik. Imom Malik mustahab qaraydi ramal qilishni. Makkada turib bunday qilgan. Va kan Umar la yara alayhim ramalan. Ibn Umar yaqin Makkaliklar ramal qilishmaydi, tavaf qilgan chaqda debdi. Ala ma rawa anhu Malik. Buni Imom Malik Ibn Umardan rivoyat qildi. وسبب الخلاف هل الرمل كان لعلة أو لغير علة؟ يا تلاشتار سببم ده مش رمل معلوم بر علة üçün رمل قيغمو يا كي بو unda illet yok tavaf qilishning bir qoidasi mo degan masala. Val huwa muxtassun bil musafir amla? Makkadan sirtqi bir joydan kelganlarga xosmi yo makkaliklarning shunda o'xshashmi? Buning sababi talashlarning sabablarining biri shu. Va dalika annahu kana sallallohu alayhi vasallam hina ramala waridan ala Makkah deydi. Rasululloh ramal qilgan chaqda sirtdan Makkaga kelgandi. Lekin Makkada turgan holatda uni tavob qilib bunda o'qigan emas dedi. Davomki Makkada turayotganlik qilamdi, qilmamdi. Albatta bu yerda ixtilof shundan keldi. Urmulu degani endi shu chaqda Makkadagi musulmonlar umr qilmagan. Hudaybiya chaqda Rasululloh bilan birga kelganlar shundan tavob qilgandi. Shu urmulu deb qilgan buyruqqa shu chaqda billa kelgan sahobalar bilan qartilgan. Lekin umuman qilgan chaqda urmulu demagan. واتفقوا على أن من سنة الطواف استلام الركنين الأسود واليماني للرجال دون النساء. يعني اتفاق كاغان الناس طواف قيغان چاغدا حجر الأسود با ركن bilan bujak bilan yamani burjakni ikkisini tutish bu tavofning sunnati edi. Bayatdan chiqqan masala borgo. Lirrijali dunan nisa. Ayollar sunnatmi emasmi buning ixtilof bor. Lekin ittifoq bo'lgani erlarga sunnat deganda ittifoq. Vaqtalafu hal tustalamul arkan kulluha amla. Amda ay bujak tut bujak desak tut bujakni hammani silamdiq silamamdiq. Bunda ixtilof bor. فذهب الجمهور إلى أنه إنما يستلم الركنان فقط لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلا الركنين فقط. demak muttafaqun alayhi hadis ma bu. Ibn Umar rivoyat qilgan. Davomida bu shu rukn yamani suyish qiladi. Ya istilam qilish ham silash hozir. Lekin hajrasi suyishda ayrim nima bor? Dalil bor. Davomkan tutish ham tutish degan mishada ig'zidan tutish desak bu tutish tarz kirdi desak, ya'ni suyash shirkitidir.
Mishada silashdan iborat. İslamda şu Hacer Asved'den Dürrükümden yapılmış. Ve ikisine anda tutuş var deyilən. Hacer Asved'nin soyuşumu var. Demek İslam qıldı mishada tutuşda silaydı. واحتج من رأى استلام جميعها بما روي عن جابر رضي الله عنه قال كنا نرى إذا طفنا أن نستلم الأركان كلها. Biz tavafqiga vaqtimizda bütün burcaklarni silaymiz deb qaraydik. Deb lekin mavo hozir sahabaning so'zida shunama. Ya'ni sahabaning sharikatini rivoyat qilyapti. Ava Rasulullohning sharikati. Va kana ba'du salaf la yuhibbu an yastalima ar-ruknayn illa fil witr min al-ashwaq. Dastlabki davr peshqadamlardan sahabildan, tabiilardan ba'zilari taq aylanishdilar, ash ikki ruknni islom qildigan. Jub aylanishni qilmaydiganlar bor. وكذلك أجمعوا على أن تقبيل الحجر الأسود خاصة من سنن الطواف إذا قدر. آمنا. سويش كالدق. اتفاق كيغا مثلا أجر ممكن بوسا قربي اتفاقسا طواف قيغان چاغدا حجر الأسود سويش başqayana مثلا خاص شو حجر الأسود سويش شو طوافның sünnetinden deb اتفاق keldi. Lekin rukn yamani سويش deb اتفاق emas. وإن لم يقدر على الدخول إليه قبل يده. Eğer onun beşli kirgizip bunda söylemese kolda silap söylesin buldu dedi. وذلك لحديث عمر بن الخطاب الذي رواه مالك أنه قال وهو يطوف بالبيت حين بلغ الحجر الأسود إنما أنت حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. Sen bolsan bir taştan ibaret. Yani Resulullah'ın siz söygününü kövmegen bolsan ben söyleyip cümlettim. Demek ben Resulullah ergiş kılıvadım buna. Dep andın söyleyipti. Demek bir şey söyleş bana Resulullah söyledi şuna ama söylerken Ömer rivayet kıldı hem özüm o söyledi. Bu bir delil. Lekin rukni yamanı söyleş delil kaldı mı? Kemmedim. Ondan sonra tutmaz. Yestelim diyen tutuslam. Silaşlam. Ve ecma'u ala enne min sünneti tavaf rak'atayni ba'dan qida tavaf. Yani tavafның sünneti qatarda tavaf qilib bo'lganki 2 rakat namoz o'qish bor. deb ittifoq keldi. Vattaxidu min maqami Ibrohim musalla. Maqami Ibrohimda namoz o'qidilar. Va jumhuruhum ala annahu ya'ti biha ta'ifu 'inda inqida'i kulli usbu'in in tafa akthar min usbu'in wahid. Usbu' degan bir qatim yettayilishni bir usbu'. Demak, bir qatimda 7 qatimdan bir, 7 qatimni necha qatim tavob qildi deydi. 7 qatimni bir tavob desak, 7 qatimdan aylanib necha qatim aylanibdi bu? Yani 14 qatim, 21 qatim aylanibdi. Agar anda aylangan bo'lsa, bu chaqda har 7 qatimni tamomlaganda bir namoz o'qiydilar shirkatda. Va ajaza ba'zi salaf alla yufarraqa bayna al-asabi. Hamda 7 qatim, 14 qatim, 21 qatim aylangan bu 7 qatimdan keyin namoz o'qishmay, oxirlam o'qsam bo'ldi deganlar bor. Va alla yafsila baynaha bi ruku'in thumma yarka li kulli usbu'in rak'atayn. Aralıqda namoz o'qishmay, oxirlam 7 dan nechini o'qigan bo'lsang, har 7 ga 2 rakatdan xos namoz o'qisang bo'ldi. Jug'lablam. 14 qilgan bo'lsang 4 rakat, 21 qatim tavob qilgan bo'lsang 6 rakat o'qiysan. Va huwa marwiyun an Aisha radhiyallohu anha أنها كانت لا تفرق بين ثلاثة الأسابيع ثم تركع 6 ركعات. Hazrat Aisha عند 21 qatim tavob qilib, 3 qatim tavob tutib, oxirdan 6 rakat o'qiydi ekan. Va hujjatul jumhur ko'pchilikning ya'ni 7 qatim aylanib bo'lgandan keyin bir to'xtab 2 rakat o'qiysa, undaki 7 aylanib yana bir 2 rakat o'qiysa deganlarning dalili anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tafa bil bayti sab'an va salla khalfal maqami rak'atayn. Rasululloh 7 qatim tavob qilgandan keyin 7 qatim aylanib bo'lgandan keyin maqamdan 2 rakat namoz o'qigan. Sen shunda qilishing kerak. Sunnat shu edi. Va qala khudu anni manasikakum. Mana mendan fazilatlarni elolanglar, o'rganinglar dedi. Undan keyin biz ashu bo'yish qilmaymiz. Va hujjatu man ajaza al-jam' annahu qala al-maqsud inma huwa rak'atan li kulli usbu'. Har 7 aylanishga 2 rakat o'qishdan iboratdir maqsad. Undan keyin biz to'plab qilsak bo'ldi. Va tavof laysa lahu vaqtun ma'lum. Tavofninki ma'lum bekitib qo'ygan vaqti yo'q. Keyingi 2 rakatdan ma'lum bekitib qo'ygan vaqti yo'q. Uni jamlab qilsam bo'ldi. فجاز الجمع بين أكثر من ركعتين لأكثر من أسبوعين. 14 qatim yani 7 qatimda 2 qatim aylanish, 2 qatim tavob qilishdan jiqroq da 2 rakatdan jiqroqni to'plab qilsang bo'ldi. Yani 14 qilgan bo'lsang 4 rakat, 21 qatim aylangan bo'lsang 6 rakat o'qisang bo'ldi. Oxirdan jug'lablar. وإنما استحب من يرى أن يفرق بين ثلاثة الأسابيع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إلى الركعتين بعد وتر من طوافه. Nima uchun ayrim 7 3 qatim qilgan chaqda barliqda 2 rakat o'qitsa, 2 rakat namoz o'qisa mustahab deganlar.
Nima uchun shunday dedi desa, chunki Rasululloh tavoq bo'lgan chaqda 2 rakat namoz o'qigan. Lekin Rasulullohning ish harakatida ham unda 14 qatim 20 qatim tavoq qilgan shu. Yani buni balki ba'zi qarindoshlarimiz nima qilsa Rasululloh unda qilmagan bid'at deb turishi mumkin. Rasululloh qilmagan deb. Oysamiz qilgan. Ha, sahablik qilgan. Wa man tafa asabi'a ghayra vitrin. Endi 7 qatimni masalan taqmay 1 qatim 7dan birini ham qilmay 14 qatim qilibdi. Ya 28 qatim qilibdi masalan. Tavobdan endi jub qilibdi bu. Bir tavob emas, 2 qatim tavob, 4 qatim tavob degan. Summa aada ilayha keyin andan yana 3 qatim tavob qilsa bu taq qilgan bo'lamdi. Lam yansarif an vitrim min tawafihi. Endi o'chimshadi. 7 qatimdan jub qilibdi masalan. 14 ni, 28 ni, yani 50 ni ichida masalan, ha? Aynda qilib, summa aada yani keyin bir ketib bo'lib, yana bir tavob qilish kepti. Lam yansarif an vitrim min tawafi. Bu chaqda taq holatda qilmagan bo'ldi ekan. Ya'ni burun jub qilganda jub tavob bo'lgan bo'ldi ekan. Keyin kelib 7 qatimni birini qilib olsa, jami qilgani taq tavob qilgan bo'lmaydi deb. Yoki masalan 6 qatim aylanib bo'lib, biz ketib, keyin kelib 1 qatim aylanib olsa, bu chaqda taq tavob qilib oyoqlashtirgan bo'lmaydi demoqchiman. Ya'ni asabiya degani yo'q, shu 14, 28 degandek. Aynda jub tavoblarni qilibdi. Yani 7dan 2 ni, 7dan 4 ni qilibdi. G'ayri vitr mana. Taqmas jubdi. Summa aada ilayha. Andan keyin yana qaytib kelib, yana tavob qilishni lam yansarif an vitrin min tawafihi. Bu chaqda bu tavobni taq qilib, andan ketib bunda kelgan bo'lmaydi, jub qilib ketgan bo'ladi. Lekin bu iborada biroz tushunishsizlik bor. Endi hozir menda qaqida menda 3 qatim tavob qilishim hozir bek ta'sir ketdi. Bir qatimga tavobni shu joyda qilib, 2 rakat namozni ashyoda qilib turib bir o'qilib, uf deb chiqmasa, bu yerda bir qaynamga kirib qolgan bo'ldi. Hozir bu tushgan degan shu Tirmiziy rivoyatdan hadisda. Unda da hadis sahih hasan debdimi? Hada hadisun hasan sahih. والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.